Xo'p, Instagramga doim baxtli kunlaringizni qo'yasiz. Sizlar ham ushib turasizlarmi deb juda ham ko'pchilik yozishgan ekan va shu savolga men javob bermoqchiman. Hayotda hech nima ideal emas. Tushunmovchiliklar baribir nimadandir kelib chiqadi, kelishmovchiliklar baribir bo'lib turadi. Shu o'rinda men ham xo'jayinim bilan ushib turaman, lekin kamida yarim soatdan keyin yarashib ketiradigan kichkina tushunmovchiliklar bizda ham bo'lib turadi. Yana bir kommentariyaga ko'zim tushganda, blogerlar hayotidagi faqatgina baxtli kunlarini Instagramga qo'yadi va u ham aktyorsiz va yolg'ondan rol o'ynab berishadi. Hammasi Instagram uchun uyushtirilgan deb yozgan ekanlar. Shu savolga men o'zimni, ya'ni hayotimdan kelib chiqqan fikrimni bildirmoqchiman. Bundan oldingi hayotimiz qandaydir zerikarli, oddiygina edi va aynan blogerlikni boshlaganimizdan keyin har bir kunimiz emotsiyalarga boy bo'lib o'tadigan bo'ldi. Mana masalan tug'ilgan kunlar ham, mana masalan ko'rib turganlaringizdek yangi yilimiz ham o'zgacha bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bir tarafdan o'sha insonlarning gapi to'g'ri, bu hammasi Instagram uchun deyishadi. To'g'ri, hammasi Instagram uchun, Instagramda chiroyli ko'rinish uchun deb biz mana shu narsalarni uyushtiramiz va shu orqali o'zimiz ham zavqlanib, maza qilib bayramni nishonlab olamiz. Bu faqatgina Instagramga ko'rinish uchun emas, balki o'zimiz uchun ham. Agar Instagram bo'lmaganda mana shu narsalar bo'lmasada, oddiygina yangi yilni uyda o'tkazib, hatto 12 ni ham kutmay uxlayotgan bo'lardik. Lekin aynan mana shu nimagadir blogerlikni boshlagandan keyin ikkalamizda ham to'la ideyalar har kun, mana bu videoni olamiz, keling buni videoni olamiz, hattoki mana shu video olish jarayonida ham maza qilib o'ynab kulib, xursand bo'lib olamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, o'tgan yildagi hayotim va hozirgi yildagi hayotimni taqqoslaydigan bo'lsam, o'tgan yilim juda ham zerikarli, hozirgi yilimdagi har bir kunim produktivniy, har xil emotsiya va zavqlarga boy o'tishni boshladi va aynan mana shu videolar, aynan mana shu blogerlik va aynan mana shu Instagram orqali xo'jayinim bilan oramdagi munosabatlar bo'lishni boshladi. Aytmoqchimanki, mana shu videolar bizni yanada yaqinlashtirdi, yanada bir-birimizga bo'lgan mehrimizni kuchaytirdi. Instagramga qo'yayotgan har bir videomiz biz uchun go'zal bir xotira hisoblanadi. Vaqti keladi, biz ham ulug' yoshlarga yetamiz nasib. Xo'jayinim ikkalamiz cholu kampircha bo'lib, aynan mana shu Instagramda yoshlikda yuklagan videolarimiz deb shirin xotiralar bilan eslab, issiq choy ustida suhbat qurish nasib qilsin. Bugungi videom aynan mana shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.